qaynash, uxlash, ularchi? Uxlash normaga kechasi uxlamas edi. Kechasi uxlamasdi mana. Aha. Lekin hozir kechasi ham uxlayapti, kunduz kuni uxlayapti. Kunduz kuni bir mahalga o'tdi uyqusi. Kechasi yaxshi uxlayapti. Kechasi yaxshi uxlayapti. Bular hozir 3-kurs osteopatiyasini olib, ertadan xudo xolasa 2-seans massajligisini boshlashadi. Xudo xolasa Alloh shifoli qilib, u yurmagunicha qo'ymaymiz. Yurg'izib beramiz. Men yuzi tushishini xohlamayman. O'shaning uchun bolachamizni bekitib turibman. Shunaqa osteopatiya nima, osteopatlar kimlar degan savollarga sizlarga javob. Qizlar, osteopatlar, vrachlar, osteopatiya asosiy lecheniya emas. Aniqda defektolog, logopedlarni, nevropatologlarni lecheniyasini tashab qo'yib, faqat osteopatiyaga olib kelmaylar, osteopatlarga murojaat qilmaylar. Osteopatiya biza qo'shimcha sizlarga yordam beramiz, tushunasizlarmi? Men ko'p guvohi bo'laman, bir